Bozorda yolg'on bo'lmasin. Mol sotsang aybini aytib sotishga olma, big'illataman mazgiylar. Assalomu alaykum usta aka. Alaykum assalom. Xotin bitta mashina olmoqchi edik. Aha. Toza deyishyapti. O'zingiz bitta ko'rib bering. Mana shu toza mashinalardan yomon zerikdim. Baqa yurchi? Assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Mashina 2024, kraska toza, 0 probeg. Nimaga $5000 ga beraveryapsiz? $5000 boshlang'ich narxi. Qolgani 50 yilga $500 dan xolos. Onasini emsan. Necha yoshga kirding? 20. 50 yildan keyin 70 ga kirasanmi? Mashinani uziboq o'laverasan aka. Uka, baqa yur. Boshqa mashina ham bor hoji aka. Tavba qildimi? Imindan qora mashina olishing shartmi? Katta bola bo'lmoqchi edim-da. Katta bola bo'laman deb bozorga latta bolaligingni isbotlab qo'ymagin. Mana buni ko'rib beringchi. Buni ism familiyasi nima ekan? Keling hoji aka. Bu toychoq ham o'zimizga qarashli. Aptekachi mingan 2015-yil. Atiga 10 000 probeg yurgan xolos. Voy, zo'r mashina ekan-a. 2015-yil bo'lsa, inasini yerdan 10 000 probeg bo'larmi aka? Ha, ishiga borgan kelganda hoji aka. Nima, shunda aptekasi uyda bo'lganmi? Aldayapti, yur baqa. Usta aka bo'ldi. Mana shu mashinani olsam ham olaman, olmasam ham olaman. Menga farqi yo'q, qara. Aka qancha deyapsiz? Aka buni narxi bo'lishi 14 000. Muncha qimmat aka, 14 000 ga nima balo? Hoji aka, hozir jentralar narxi oshgan. Uni ustiga masla, navrotlari qilingan. Olaylik, mana puli. Berib yuboring bo'ldi. Menga farqi yo'q, shashilyapsan bola. Aka, mana 14 000 baraka. Bo'ldi, rahmat. Dadasi green kartam chiqdi, endi Amerikaga ketamiz. Yo'q, rostdanmi? Ha, bizga mashina kerak emas endi. Aka, bo'ldi, pulni bering, chuchvaratmen. Bu sizlarning mashinalaring. Baraka bo'ldi hoji aka. Nima? Bularning basharasi endi ochilyapti. Bo'pti, qaytarib sotamiz 14 000 ga. Ha. Yo'q hoji aka, 14 000 ga qimmat. 7 000 ga bo'lsa olib qolamiz. Jentralar narxi hozir tushgan. Nimaga 2 mingta tushib ketdimi? Yarim pulini aytyapsiz. Qarang, 70% kraska. Kapot almashgan. Uni ustiga 2 marta yumalagan. Butun bozor biladi. Navrotlari ham bor buni. Hoji aka, xohlasangiz navrotlarni yechib oling. Isming nima edi seni? Mishka. Mishka emas, Mashka degi to'g'riroq bo'ladi. Endi kuching boricha mana shu bozor bo'ylab qoch uka. Nimaga? Yetib olsam $14 000 big'illataman aka. Voy hoji aka. Voy hoji aka.